Assalomu alaykum kanal a'zolari. Xo'p, anchadan buyon siz bilan uchrashmagandik. Tirik treninglar ham o'tkazayotganim yo'q keyingi paytlarda. Kanalda ham hech nima e'lon qilinmayotdi. Demak, bu orada nimalar sodir bo'ldi? Shundan boshlasak. Men siz bilan muloqot qilmay qo'ygandan keyin anchagina narsalar o'zgardi. To'g'risi, umuman mening dunyoqarashim o'zgardi deyish mumkin. Xo'p, anchagina narsalar bo'lib o'tdi va bundan bitta asosiy xulosa kelib chiqdiki, juda ko'pchilik odamlar dunyoda xato yashashadi. Jumladan men o'zim ham xuddi shunday bo'lganman. Shu paytgacha ancha ko'p yillar bo'ldi. Xato yashab kelganman. Nimaga? Chunki dunyoqarash shunaqa, bizni jamiyatimiz shunday. Biz yoshligimizdan shunday tarbiyalanganmiz. Bu qayerda yashashingizdan qat'iy nazar, ushbu dunyoda hamma joyda xuddi shunday dunyoqarash kelyaptiki, odamlar nimaga intiladi? O'zingizni ham qaraydigan bo'lsangiz, baxtli bo'lgingiz bor. Bemalol mazza qilib yashash niyatingiz bor. Bu siz uchun, faqat siz uchun emas, butun odamzod uchun bu asosiy talab hisoblanadi. Lekin nimagadir biz xuddi ana shu narsani qilmaymiz. Baxtni biz hamisha tashqaridan qidiramiz. Nimagadir erishsak, masalan, $1,000,000 pulimiz bo'lsa, yoki bo'lmasa kim bilandir munosabatimiz zo'r bo'lsa, ikkinchi yarmimizni topsak, boshqa millionta narsani aytish mumkinki, mana bu narsani qilsam baxtli bo'laman degan narsani. To'g'risi aytish kerakki, bizni aldashgan. Shu paytgacha bizni aldab kelishgan va o'zimiz ham aldayapmiz. Hech qachon baxt bu tashqarida emasligini biz o'zimiz sezmayapmiz. Eng asosiy kelgan xulosam shu bo'lyaptiki, biz tug'ilishdan baxtlimiz o'zi. Dunyoga keldikmi baxtlimiz. Lekin bizni o'sha tarbiyalash jarayonida ota-onamiz, atrofdagilar, ommaviy axborot vositalari, boshqalar hammasi ta'sir qilib baxtni tashqaridan qidirishga o'rgatib qo'yishgan. Bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q. Ya'ni yosh bola shundoq ham baxtli bo'ladi. Agar siz unga e'tibor bergan bo'lsangiz, u hamisha baxtli. U nima qilishingizdan qat'iy nazar. Masalan, yiqilib tushsa, biror joyi og'risa, yana nimandir ko'rsatsangiz, o'shanga ovunadi-yu, ketdi, tamom. Og'rigani esidan chiqib ketadi. Hozir so'ksangiz, birpas yig'laydi-yu, yana birpasdan keyin keladi-yu, siz bilan opoq-chapoq bo'lib, yana quchoqlashib ketaveradi. U shundoq ham baxtli u. Lekin bolani tarbiyalash jarayonida baxtni tashqaridan qidirish kerak, sen baxtli emassan degan narsaga o'sha o'rgatiladi. Tamom. Vaqt o'tishi bilan, demak, hamma narsa tashqaridan qidirishni boshlaymiz, lekin o'zimizda bor narsani qadrlamaymiz. Masalan, juda ko'pchilik odamlar attraksionlarga borishadi, u tog'ning tepasidan sakrashadi, alpinistlik qilishadi yoki mashaqa
ekstremal sport turlari bilan shug'ullanishadi. Nimaga? Chunki ularga kuchli hissiyotlar kerak. O'sha bilan baxtli bo'laman deb o'ylaydi. Aslida u ham baxtsiz emas. Lekin u xuddi shu narsani men baxtli bo'laman shu yo'l bilan deb o'ylaydi. Biz tashqaridagi narsaga emas yoki o'sha narsani beradigan yutuqqa emas, aynan baxt holatiga qadar harakat qilamiz. Uni izlaymiz. Bu jarayon bizda demak organizmda qandaydir hissiyotlarni keltirib chiqishi kerak. O'sha hissiyotlar natijasida gormonlar ajralib chiqishi kerak. Va bu gormonlar bizga baxt berishi kerak. Mana nimani biz izlayapmiz, nimani qidiryapmiz. Lekin aslida bu narsa bizda tabiiy bor. Masalan aytaylik, telefon, smartfon olib keldingiz. Uni proshivkasida o'zida ichida turibdi. Telefonni proshivkasida baxt degan narsa bor. Lekin biz buni qandaydir magazinlardan, dasturlardan, boshqa yerdan qidirishni boshlaymiz. Baxt degan programmani tashqaridan tiqishtirmoqchimiz. Baxt bu aslida siz erishgan narsangiz, jismoniy narsa yoki bo'lmasa erishgan bir yutug'ingiz emas bu. Bu shunchaki dastur, holat. Bu holat sizda bor, lekin uni tashqaridan qidiryapsiz. Bo'ldi, boshqa hech qanaqa muammo yo'q bu yerda. To'g'risi, o'zimizda bor narsani biz tashqaridan qidiryapmiz. Mana shu narsa muammo faqat. Boshqa hech nima yo'q. Men ham ko'p yillar umrimni bu narsani qidirib o'tkazganman. Juda ko'p narsalarga urinib ko'rganman. Necha marta bizneslar boshlaganman. Munosabatlarga kirishganman. U treninglar o'tkazganman. Hatto o'sha paytda men o'zimni haq deb bilganman o'sha narsani qilgan paytimda. To'g'risi bu narsani nohaq ekanligimni, u yerda xato narsani odamlarga berayotganligimni tushungan paytimda bu narsani to'xtatishga to'g'ri kelgan. Doimo bizga nimadir yetishmaydi. Va uni qidiramiz. Masalan, odamlar lotereyada yutishadi. Bu narsani ko'rgan bo'lsangiz kerak. Men bu narsani to'g'risida har xil tadqiqotlarim olib borishgan. Amerikaliklar o'tkazgan tadqiqot haqida men yaqinda o'qib qoldim. Qanchayam xullas odamni lotereyada yutganlarni keyingi hayotini o'rganib chiqishgan. Bilsangiz, bu 1 milliondan to 30 million dollargacha yutib olgan, katta yutuqni yutib olgan odamlarni. Oddiy yutuqlar emas bu. Hayoti qanday o'zgargan? Asosiy holatda o'sha tadqiqot o'tkazilgan odamlar orasida faqat bittasigina o'zini orzusiga yetishgan. Qolgan hammasi hayoti oldingidan yomonlashgan. Bu 3 yil davomida birdaniga emas. Yutgan odam nima qiladi? U birinchi nimandir sotib olish kerak. Uy sotib oladi. Kattasidan mashina sotib oladi, kiyim-kechaklar sotib oladi, atrofdagilarga nimadir tarqatishni boshlaydi, chunki unda ko'pda. U narsa unga baxt beradi deb o'ylaydi. 2-3 yil o'tgandan keyin bu pulda hech narsa qolmadi, yutib olgani yutug'i ketdi hammasi. Ana undan keyin u nima qiladi? Shuncha mashina, uy, boshqa narsa sotib olgan. Bu narsani endi saqlash kerak. Saqlash uchun yana chiqim qilish kerak. Endi u qarzga botib ketishni boshlaydi. Tamom. Baxtdan hech narsa qolgani yo'q 2-3 yilning ichida. Umuman hayotimizda hamma tomoni, hamma sohalarda xuddi shu narsa.
agar sizni ichingizda o'sha programma bo'lmasa, qanday bo'lishi kerakligi haqida, bunday holatda nima qilish kerakligi haqidagi programma bo'lmaydigan bo'lsa, sizni oldingi programmangizga qaytasiz. Hozir masalan, mana shu videoni ko'rib o'tirganlarni aniq bilaman 15 yoshdan katta emas. 15 yoshdan kichiklar bunaqa narsani ko'rishmaydi ham. 15 yoshdan kattamisiz? Demak, sizni hayot yo'lingiz allaqachon yozib bo'lingan. Buni bizda taqdir deyishadi yoki bo'lmasa, yoga nimasi bo'yicha olib qaraydigan bo'lsak, karma deb atashadi. Ya'ni siz nima ish qilasiz, ertaga nima bo'ladi, kim bilan munosabatga kirishasiz va unda qanday qilib ikkilanasiz, qulaysiz orqaga. Bu narsalar hammasi bor o'sha. Siz hozirgi hayotingiz qanday bo'lsa, bu yog'i ham xuddi shunday davom etaveradi. Deyarli hech narsa o'zgarmaydi. Men buni o'zim hayotimda ko'rganman. Ancha narsani ko'rib qo'ydim shu paytgacha. O'zimda nima bo'lgan, boshqalarda nima bo'lyapti, hammasini ko'rganman. Endi shuni aytish kerakki, bizni hozirgi holatimizda bu narsa o'zgarmaydi. Masalan, psixologiya hozir rivojlandi, boshqa deymiz-ku. Lekin psixologiya nima bilan ishlashini bilasizmi? Bu havo bilan ishlaydi, hech narsa bilan emas. U shaxsga yo'naltirilgan qandaydir ta'limotlar. To'g'risi bu paytlar o'zim ham buni ichiga anchagina kirganman. Psixologiya nima ekanligini bilaman. Demak, o'sha psixologlar, shuni aytish kerak, mana hozir televizorda ketyapti serial Psixolog. Agar bitta ikkita seriyasini ko'rsangiz, o'zingiz ham tushunib olishingiz mumkin. Bu qanday bo'lmog'ir narsa ekanligini. To'g'risi u hayotda hech narsani o'zgartirib bera olmaydi. U shaxs bilan ishlaydi. Shaxs nima ekanligini men o'zim tushungan paytimda, bu nima narsa ekanligini tushunganimda, shaxs bu biz emasmiz. Bu qandaydir tashqaridan nima desa bo'ladi? Kiritilgan programmada bu ham. O'sha programma bilan ishlashyapti. Ya'ni kompyuterning programmasi bu. U programmani qandaydir salgina o'zgartirish, yaxshilashga harakat qilishyapti. Lekin programmani o'zi xato programma bo'lsa-chi, uni yaxshilashga harakat qilganingizda nima foydasi bor? Men izlanishlarim jarayonida anchagina narsalarga to'g'risi erishdim. Hozirgi paytda shunday narsalar borki, o'zim ham hayron qolganman. O'zimda bor narsalarni aniqlagan paytimda. Bu atrofdagi hammada bor narsa bu. Masalan, ota-onalarimiz, uni ota-onalari xuddi shunday yashashgan va avloddan avlodga bu narsani o'tkazib kelishyapti. Jamiyat bizni shunday tarbiyalab kelyapti. Chunki jamiyatga mana shunaqa odamlar kerak-da. Ya'ni uni tarbiyalash mumkin, ma'lum bir yo'nalishga yo'naltirib yuborish mumkin va qandaydir shaxs sifatida tarbiyalash mumkin. U o'zini shaxsman deb biladi. Bunday shaxsni bo'lsa nima qilish mumkin? Qandaydir rasmni ko'rsatish mumkin. Menga kerak, yugurib ketadi o'shanga. Yoki yana bitta narsani ko'rsatishadi, ya nimandir rasmini, yo'q, menga kerak emas, indamay o'tirishadi. O'sha shaxsni yo'q qiladigan bo'lsangiz, umuman qaytadan dasturlaydigan bo'lsangiz, ya'ni siz shunchaki foydalanuvchi emas, siz programmistsiz. Umuman dasturni o'chirib tashladingiz, u dasturni qaytadan yozdingiz. Qilish mumkin bo'lgan ish bu. Juda oson ish. Agar yaxshi harakat qiladigan bo'lsangiz, bir necha oy, 2-3 oy ichida bu narsani butunlay o'zgartirish mumkin. Umuman hayotingizda.
to'g'risi men bu narsani o'zim izlab topib mana shu holatga kelguncha 35 yil izlanganman. Aniq bu narsani izga tushib izlashni boshlagan paytimdan boshlab nima qiladigan bo'lsak, 35 yildan oshdi. Shunday narsalar borki, ularni shunday bajarishingiz bilan bir necha oy ichida siz umuman boshqa odamga aylanasiz. O'sha sizni taqdiringiz qanday bo'lishi yoki karma qanday bo'lishi, bu sizni bolalikda qilgan qarorlaringizdan kelib chiqqan hammasi. İstagan bir narsani agar qidira boshlasangiz, bu psixologiyadan tan olingan, masalan, bolalikda u bo'lgan. Lekin psixologiya faqat bir narsa borki, u o'sha yuzaki shaxs bilan ishlagani sababli bu narsani umuman yo'qota olmaydi. Sizni o'sha yosh bola paytingizda qabul qilgan qaroringiz hozirgi paytda ham sizga ta'sir qilyapti. Men o'zimda bo'lgan bitta holatni aytib berishim mumkin. Juda qiziq holat. Hali yosh bola edim, hali maktabga ham bormaydigan. Xullas, esirni paytlari. Dadam stol lampa olib kelgan uyga. Bilasizmi, Pixar'da bor. Mana egilib turadigan lampa. Xo'p, o'sha lampani men u yog'idan bu yog'idan kavlashni boshladim. Qiziqyapman-da, nima narsa ekan bu deb. Hamma yog'i temirdan ishlangan, juda chiroyli, qip-qizil edi. Faqat bittagina aybi bor edi. Faqat asosi mana bu stolda turadigan joyi plastmassadan qilingan. Boshqa hamma yeri temirdan qilingan. Mustahkam narsa, eski paytda juda mustahkam qilinar edi. Endi kavlashni boshladim, u yoq bu yog'ini aylantirib, yosh bola uchun qiziq. Hozir men uchun bu narsani qizig'i yo'q, siz uchun ham qizig'i yo'q. Oddiy lampada qaraysiz, lekin yosh bola uchun qiziq. Qiziqyapman, bir payt buvim, nima qilyapsan, qo'y, sindirib qo'yasan dedi. Aslida sinadigan narsa emas-da u, temirdan hamma yog'i. Xo'p dedim, qo'ymoqchi bo'lib turdim, endi buvim so'kyapti-da bu yoqda. Oyim kelib qoldi. O keldi, nima hamma narsani taqiqlayverasiz bolaga. Ota-onasi hozirgi paytda ko'rsin, o'rgansin, hamma narsani taqiqlayverish kerak emas dedi. Oddiygina holat bu. Sizda ham bunaqa narsalar millionta bo'lishi mumkin. Hali men unaqa murakkablar to'g'risida gapirmayapman, oddiyrog'idan gapiryapman. Demak, xo'p, shunday bo'ldi. Buvim ming'illashini to'xtatdi, shuni bilan oyim ketdi. Keyin men bu narsani olib borib qo'yadigan bo'ldim. Qo'yayotgan paytda nimagadir ilishdi-da. Nimadir tagiga o'sha stolga qo'yadigan joyi tiraldi. Men shunday tortdim. Tars etdi, o'sha plastmassa ikkiga bo'lindi. Stolga qo'yadigan joyi bo'linib ketdi. Bo'ldi. Men buni sindirganligimni hatto hech kim bilgani ham yo'q. Menga bu narsani birov "Bunday degan narsani aytgani ham yo'q. Shunchaki olib borib yashirib qo'ydim. Tamom. Shu bilan hamma muammo hal bo'ldi. Lekin bilasizmi, nima bo'ldi? Seni qo'lingdan hech narsa kelmaydi, qo'lingga tushgan narsani bari sindirib qo'yasan degan fikr o'sha paytda qolib ketgan. Buni boshqa birov emas. Men o'sha paytda meni o'zim mana bu yerga tiqib qo'yganman. Menga 50 yil vaqt kerak bo'ldi o'sha narsani olib tashlashim uchun. Qo'lingdan hech narsa kelmaydi, qo'lingga tushgan yaxshi narsani ham oxiri sen sindirib qo'yasan degan fikr o'sha paytda qolgan. Buni boshqa birov qilishi ham shart emas-da, siz o'zingiz qilib qo'yasiz bu narsani. Yosh paytda bola bu narsani qiladi. Qilishi mumkin.
Lekin o'sha narsani hozir siz psixolog bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, bemalol 2-3 yil vaqtingizni oladi. Agar og'irroq muammo bo'ladigan bo'lsa, bunaqa yengil to'g'risida gapiryapman men. Og'irroq muammolar bo'ladigan bo'lsa, sizni 10 yillab vaqtingizni oladi. Anchagina pulingiz ishiladi va oxirida hech narsasiz yana shunday chiqarib yuboradi. O'shanday holat bo'lmasligi uchun men sizga juda yaxshi texnikalarni o'sha nimada kanalda avtopilotdan chiqish degan kitobcha bor. Bu yerda eng yengil texnikalar berilgan hali. Boshlanishi, hali hech narsa qilib ko'rmagan odam uchun mana shu texnikalarni bajarib boshlash u anchagina yordam beradi degan narsa berilgan u yerda. Bu yerda hali bir martani o'zida hamma narsani hal qilib qo'yadigan, o'sha sizni o'sha yosh paytda qabul qilgan qarorlaringizni shunchaki yo'qqa chiqaradigan, ularni tekislab yangitdan dasturlaydigan narsalar u yerda berilgan emas. Sizni hayotingizda mana shunaqa ssenariylar o'zi yoshligingizda yozilgan, tayyor turibdi. Masalan, qandaydir maqsad paydo bo'ldi. Siz maqsad bilan odamga energiya ham beriladi. O'sha maqsadni amalga oshirish uchun. Aks holda bu maqsad sizga kelmaydi. Siz bu narsani o'ylay olmaysiz. Lekin o'yladingiz, o'sha narsani amalga oshirishingiz mumkin. Siz istagan narsani amalga oshirishingiz mumkin. Aks holda bu narsa sizga kelmas edi. Lekin o'sha maqsad kelgan paytda sizda intilish paydo bo'ldi kelajakka. Xuddi shu yerning o'zida ikkinchi o'sha yoshlikda qabul qilingan qaror paydo bo'ladi. Qo'rquv, shubhalanish, ikkilanish, o'z-o'zini sabotaj qilish, boshqa narsalar hammasi keladi-yu, mana sizning intilishingiz shunchaki bostiriladi. Tamom. Natijada siz hech narsaga erisha olmaysiz. Hayotingiz mana shunday davom etaveradi. Qachon o'sha eski qolgan ichkarida turgan zaryadlar, siqilishlar yo'qotiladi, siz yangi hayotni boshlashingiz mumkin. O'shandagina yangi hayot boshlash mumkin, nimagadir erishish mumkin. Aks holda siz urinasiz, harakat qilasiz, erishasiz ham nimagadir. Erishganingizdan keyin yana o'sha samosabotaj degan narsa bor. O'z-o'zi demak qadrsizlantirish boshlanadi. Erishgan narsangiz o'z-o'zidan qadrsizlanish boshlanadi va erishgan narsangizni ham albatta yo'qotasiz. Bu 99% odamlar uchun haqiqat, to'g'risi. Atrofingizga qarang, nechta odamni ko'ryapsiz, ularning ichida muvaffaqiyatli, o'zini orzusiga erishgan nechta odamni ko'ryapsiz. Bu statistika bo'yicha ham, shunchaki ko'zingizda shunday qarashingiz bo'yicha ham 100 tadan bitta bo'ladi. Ja ko'payib ketsa 2 kishi bo'lishi mumkin. 100 tadan. Boshqa 98-99% odam o'sha o'zini yog'ida o'zi qovurilib yuraveradi. Chunki bular dasturlar. Sizning ichki ishonchlaringiz. O'sha ishonchlar hamisha sizni mana orqaga qaytarishga bitta nima deydi, yo'lmi yoki so'qmoqmi, o'sha so'qmoqdangina olib borishga harakat qiladi. Atrofingizda shuncha joy bor, lekin siz uni ko'rmaysiz ham. Faqat o'sha so'qmoqni ko'rasiz. O'sha yerdan borib kelaverasiz. Ya'ni sizning hayotingizning ssenariysi tayyor. Bu narsalar to'g'risi hozir aytayotgan narsalarim bu yangi topilgan biror narsa emas bu. Eskidan bor narsalar.
Qadim zamonlardan, bundan 5-6 ming yillar ilgari ham bo'lgan bu narsalar. Shunchaki bu narsalar bizni jamiyatimizga kelib, yashirilib bizga umuman boshqa narsalar ko'rsatilyapti. Kimgadir foyda bo'ladigan, kimnidir foydasi uchun biz ishlashimiz kerak bo'lgan narsalar ko'rsatilyapti. Biz o'sha narsani bizmiz deb o'ylab o'shanga harakat qilyapmiz. Endi bu yerda gapiradigan bo'lsak, gap juda ko'p. Hozir bittagina kichkina video uchun shu hozircha yetarli deb o'ylayman. Kelgusi uchrashuvlarimizda siz bilan mana shu muammolarni qanday qilib hal qilish yo'llarini sekin-sekin ko'rishni boshlaymiz. Hozircha xayr.